Jon dadasi, aqlingizni yig'ing. U ayol sizni xor qiladi. O'chir ovozingni. U sen o'ylagandek emas. Nimaga tushunmaysiz? Otani shunaqa harom yurishi bolaga uradi. Hech bo'lmasa qizimizni o'ylang. Nimalar deyapsan? Men uni halollab o'z nikohimga oldim. Nima? Endi u ham xuddi sendek meni xotinim bo'ladi. Xohlasang shu. Bo'lmasa ana katta ko'cha, yo'qol uyingga. Hali kuningiz ko'chadagi xotinlarga qoldimi? Nima? Nima deding hozir? Tiling chiqib qolibmi seni? Ma! Nimaga yig'layapsiz oyijon? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmon qabul qilasizmi, go'zalim? Siz mehmonmas, uyimizni shohsiz-u. Keling. Dadajon. Voy, qizim, yanami? Menga qara jon qizim, o'tgan safar ham aytganman. Eringga ham bir kun aql kirib qolar. Menga qara. Jon qizim, ering sendan xabar olib turgan bo'lsang, hech narsaga muhtojliging bo'lmasa, jina bilan sabr qilishni o'rgansang-chi. Qolaversa, mahalla ko'yda ham kuyoving bormi desa, bor deydigan kuyoving bo'lsa, yana nimani xohlaysan? Nimani xohlaysan? Dadajon, meni ham tushuning. Bo'ldi qil. Gapni ko'paytirma. Agarda dadam rozi bo'lsin desang, sabr qilasan. Gap tamom va salom. Assalomu alaykum. Kiyimlarim tayyormi? Uyga kelmay qo'yganingizga kiyimlaringizni tayyorlamagandim. Senga yana qanaqa tushuntirish kerak? Mana u yashab turgan uying meni uyim. Sen xotinimsan. Bu xotin kishi degan erdi kiyimlarini tayyorlab munoshkabga tayyor qilish kerak. Qanaqa tushuntiray senga yana uraymi? Yetib oldingmi jonim? Yetib oldim. O'zingizchi. Men ham uyga keldim. Aytgan pullaringni plastinga tashlab qo'ydim. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Rahmat. Yana xotiningiz ko'rib qolmasin. Nima deyapsan? Men uni yuzimga tik qarab olmaydigan qilib qo'yganman. Ishonmasang, hozir videoga olib tashlayman. O'zing ko'rasan. Mayli. Xos.
Men sizga nima qildim? Nima qildin? Soatni ko'ryapsanmi? Ovqating hali pishmagan. Qara, yig'ishtirmagansan shitimi? Nima qilish kerak seni? Urish kerak seni. Mayoq ko'raman. Oyijon, sizga nima bo'ldi? Menga hech narsa bo'lmadi bolam. Mana endi qo'lga tushdi. Bilasanmi jonim, sen uchun hamma tayyorman. Yo'q. Faqat seni deyman, u bilasan jonim. Jamiki narsani men muhayyo qilaman. Nima xohlaysan jonim? Eng tepasida. Tepasdan. Bo'ldi, yes qilamiz. Jonim, chanqab ketdim. Mabodo sovib chiqolmaysizmi? Go'zalim, qanaqa suv ichasiz? Eng qimmatidan. Eng qimmatini bo'ldi, hozir yes qilamiz-da. Boshqa hech nima kerak emasmi? Qimmatingiz? Xo'p, hozir. Alo. Alo, Hoy jonim. Nigina. Meni eshit. Men hozir ishdaman. Meni ishdan bo'shatishdi. Ishxonada kamomad chiqib qoldi. Hozir mashinamni ham olib qo'yishmoqchi.
menga yordam bergin. Ana hali tillalaring bor edi-yu, shuni sotib kamomatdan qutulay, bo'lmasa meni qamashib yuboradi. Hech qanaqa tillalar sotilmaydi. O'zingiz aravezni, o'zingiz torting. Nima? Hali shunaqami? Axir o'sha tillalarni men o'zim senga olib berganman. Seni sudga beraman. Qamataman seni. Nima? Qamatasan? Agar sudga beradigan bo'lsang, xotiningga qilgan zulmingni internetga tarqatib yuboraman. Ko'ramiz, keyin kim qamatar ekan. Aminol. Kimdan gaplashyapsan Guli? Ha, qo'yavering. Adashib qolishibdi. O'z senga ko'pchilik adashib tushadi. Gapirmang. Ketdikmi? Ketdingmi Go'zani? Ketdik. Assalomu alaykum. Qizim nima qilding deyapman ha senga? O'g'il bola, qizim nima qilding deyapman? Ey, kelib xotiningizga qo'l ko'tarasanmi? Bolam. Bor. Bobeni to'xtat. Bo'lmasam dadangni o'ldirib qo'yadi, tur. Bor bolam. Mana senga, mana. Erkak. Dadam urmang. Erkak. Mayli. Sen bilan keyin hisob-kitob qilamiz. Erkak.